Sirdaryo tumanida korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining navbatdagi sayyor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda hududiy kengash a'zolari, viloyat prokuraturasi mas'ullari, tuman hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, korxona va tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida korrupsiyaga qarshi kurashish, korrupsiyaviy omillarning oldini olish va davlat xizmatlarida shaffoflikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy, tahliliy ruhda muhokama qilindi. Shuningdek, korrupsiyadan xoli hudud dasturi hamda tasdiqlangan yo'l xaritasi ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob qilinib, mavjud muammolar va ularning yechimlari atroflicha ko'rib chiqildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning dastlabki 4 oyida tumanda korrupsiyaga oid 6 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 7 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan kamaygan bo'lsa-da, ayrim yo'nalishlarda korrupsiyaviy xavf va omillar saqlanib qolayotgani qayd etildi. Xususan, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, energetika, bank va suv xo'jaligi sohalari alohida tahlil qilinib, nazorat mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Mas'ullarning fikricha, korrupsiyaga qarshi kurashishda faqat huquqiy ta'sir choralarini qo'llash emas, balki ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yig'ilishda ta'lim tizimidagi ishlar ham alohida muhokama markazida bo'ldi. Soha faoliyatida inson omilini qisqartirish, vakant lavozimlarni ochiq va shaffof tanlovlar asosida to'ldirish, murojaatlar bilan ishlash hamda hisobot yuritish jarayonlarini raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berildi. Ta'kidlanganidek, ta'lim muassasalarida elektron tizimlardan foydalanish ko'lamining kengayishi qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va korrupsiyaga olib keluvchi omillarni barvaqt bartaraf etish bo'yicha qo'shimcha vazifalar belgilab olindi. Hurmatli prezidentimizning qarorlari asosida shu Face ID tizimi hamda maktabga PTZ kameralari o'rnatilgan. Shu kameralar yordamida maktabdagi ta'lim tizimini barcha ota-onalar farzandi qachon maktabga kelib ketayotganidan xabardor. Maktab rahbariyati ham o'zining xodimlari qachon ishga kelib ketishlar vaqtlarini nazorat qilib bormoqda. Bozorlarda va savdo infratuzilmasida olib borilayotgan ishlar ham yig'ilish ishtirokchilari e'tiboridan chetda qolmadi. Savdo jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, to'lovlarning elektron shakllarini ommalashtirish va xizmatlar ko'rsatishda ochiqlikni ta'minlash masalalariga alohida urg'u berildi. Xususan, bu borada Baxt dehqon bozorida ham ma'lum ishlar amalga oshirilgani ta'kidlanib, ularni yanada jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab berildi. Buni afzallik tomonlari hech kim hozir nazoratdan qochib keta olmaydi. To'liq bozorimizcha 23 ta kamera raqamlashtirilgan. U yerda kunlik tadbirkorlarimizni kelib chiqishi, savdo qilishi nazorat ostida. Sababi kunlik uriladigan chekimizni o'zimizning tuman soliqimizdan inspektor xodimimiz biriktirilgan. Birgalikda uni har kun nazorat qilib boramiz tushumizda. Bozorimizda to'liq pul tish jarayoni olgan vaqtimizda 60 million 70 millionlar edi bozorimizda to'liq pul tishi. Bozorimizni qayta ta'mirlab, rekonstruksiya qilib raqamlashtirganimizdan keyin hozirgi paytda asta-sekin bozorimiz pul tushumi 200 millionga yaqin bo'lib boryapti. Mutaxassislarning fikricha, raqamlashtirish nafaqat qulaylik yaratadi, balki noqonuniy holatlarning oldini olish, mablag'lar harakatining shaffofligini ta'minlash hamda tadbirkorlar uchun teng sharoitlar yaratishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois bozorlarda elektron xizmatlar va raqamli nazorat mexanizmlarini kengaytirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Yig'ilish yakunida barcha mutasaddilarga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, yo'l xaritasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda belgilangan muddatlarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot kiritish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Xalq deputatlari Guliston shahar kengashining 30-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda 2026-yil 1-chorak yakunlari keng muhokama qilindi. Muxbirimiz mavzuni tayyorlab kelgan lavhasi bilan davom ettiradi. Unda shahar kengashi deputatlari, korxona va tashkilotlar rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda tegishli mutasaddilar ishtirok etdi. Sessiya avvalida kun tartibiga keltirilgan masalalar yuzasidan mas'ul rahbarlarning hisobot va axborotlari tinglandi. Xususan, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish, ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish, kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha muhokama qilindi. Sessiyada shuningdek 2026-yilning 1-chorak yakunlari bo'yicha mahalliy byudjet daromadlarining orttirib bajarilgan qismi, erkin qoldiq mablag'lar hamda infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini maqsadli yo'naltirish masalalari ko'rib chiqildi.